Akalar, Rossiya sezoni boshlanib kelyapti. Hamma Rossiya ketish payida. Nima qilasiz Rossiya ketib? Bitta shu to'ychoqdan olib, Rossiyani 2 barobar pulni shu yerda ishlasangiz bo'ladi-ku. Davay. Assalomu alaykum, China Motors kanali a'zolari va hurmatli mijozlari. Endi Rossiya ketaman, ro'zg'orimga pul ishlab kelaman va orzu havas qilaman degan mijozlarimiz uchun Rossiya ketmasdan turib, mana shu mashinani olib, Rossiyani 2 barobar pul ishlaydigan mashina haqida bir qisqacha obzorni qilib o'tib ketamiz. Qani ketdik. FAV JK6 mashinamiz. Qisqacha bo'lsa bir obzorni qilib o'tamiz. Nima uchun deganda, endi Rossiyaning sezoni kelyapti. Xudo xolasa endi hamma Rossiya ketish payida. Bu hech kimga sir emas. Nima uchunki Rossiyani 2 barobar pulni shu yerdan ishlasa bo'ladi O'zbekistonda. Ko'pchilik ishlab yuribdi. Bu mashinamiz o'zi bir qisqacha bo'lsa ham ma'lumotini berib o'tib ketamiz. Nima uchun deganda, endi hamma ham to'g'ri bu mashinani yaxshi biladi, Chakmanni ham, FAV mashinamizni ham yaxshi biladi. Endi bu biznesga kiraman deganlar uchun bu obzorimiz olib o'tib ketamiz. Xo'p, bu FAV mashinamizda gapiradigan bo'lsak, qancha gapirsak ham vaqtimiz yetmay qoladi. Endi baribir qisqacha qilib aytib o'tib ketamiz. Motor qismi Juchoy motor bilan jihozlangan, 260 ot kuchiga ega bu mashinamiz. Xo'p, balonlari miyaqki balon. Kabina podushka bilan jihozlangan. Shu uchun bu FAV mashinamiz miyaqki. Chakmanga nisbatan juda miyaqki mashinamiz. Hozir ichki salonlarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Birinchi bir tashqi tomondan ko'rsatib o'tib ketaylik. Operatordan bitta iltimos qilardik, shu podushka joyini olsalar. Xo'p. Endigi navbat mana bu kuzoviga. Hammaga qiziq joyi bu mashinani olgandan keyin bu masalan mehmondorchilikka emas, bu yuk tashishga pul topish uchun, biznes qilish uchun buni oladi mijozlarimiz. Qarang, meni qarashim 22. 22 bo'lsa, bu yoqqa 8 sm joy qolyapti. Bu deganiki 30 sm dan ustunlik qilingan. Mana bu o'zi tovushdan ham ma'lum. Tovushdan ham. Xo'p, yashillari bor. Taglari shu joydan olsak ham bo'ladi. Hammasi shiviller bilan jihozlangan. Shiviller bilan jihozlangan. Reglari bor. Eng qiziq joylarni aytib o'tib ketamiz, xolos. Buni birma-bir detalma-detal aytib o'tirmaymiz. Xo'p, bu mashinamiz uzunligi 860 lik. Xohlasangiz ishtorkalik bor, xohlasangiz furgon varianti. Xuddi shu mashinamizda 7,5 metrligi ham bor. Furgoni hamda ishtorkasi. FAV mashinamizda hech qanaqa 7,5, 860 FAV furgonlari hammasi bor. Muammosiz. Sklatimizda to'la turibdi inshaalloh. Qani ketdik, endi salon qismiga o'tamiz. Xo'p, salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismimiz ham juda bir komfort. Endi buni haydab yurganlar juda yaxshi bilishadi. Rulimizdan boshlaymiz. Rulimiz multirul, steklopodiyomliklari bor, oynalarni boshqaradigan knopkalarimiz ham bor. Oynani tushirib, oynani bir kishi kerak emas, u yoqqa, bu yoqqa qilish. Hammasi elektronni. Xo'p, monitorlari bor, zadniy vid kameralarni bemalol siz o'sha kameradan ko'rib orqaga olishingiz ham mumkin. Bu ham bir qanaqadir yangilik. Plus haydovchimizga lux konditsioner, mashinamiz 3 o'rindiqli, xohlasangiz mana bu yoqda hujjatlarni qo'yib bemalol obyektingizni qilib ketsangiz bo'ladi. Rushniklari, mashinamizning torpedalari, buni qarang, bir o'ziga xos bir dizaynga ega. Xo'p. Mana bemalol siz o'zingizni tigach mashinada yurgandek qilasiz. Xohlasangiz, quylar bundan yo'qladi, radiolarni bundan qo'yishingiz mumkin. Eshiklar mana bularda bor. Yana bitta duxspalni mashinamiz. Menga juda yoqdi mashina, lekin o'zim havas qildim bu mashinaga. Xo'p, bu yerda pardalarni bemalol qo'ysangiz bo'ladi mashinada. Bismillah. Endi bu mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak, buni narxini 48 ming dollar deyapmiz. Endi hozir Ro'za Ramazon oyi munosabati bilan aksiyaga tushgan bu mashinamiz. Endi aksiya ham qanaqa? Xudo xolasa, o'rtacha bir 1000 dollar skidka qilib berishimiz mumkin shu oyda. Xo'p, endi naqd pulim yo'q, qanaqa shartlar bor degan joylar bo'ladi. Endi kommentariylarga yo'q qolamiz. Naqd pul bo'lmasa, bank orqali 36% ni boshlang'ich 36% ni bank orqali to'lab, mashinani bir kunda olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Bu mashinamiz kimgadir qiziq bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, yana bu mashinamiz haqida to'liqroq ma'lumot olishingiz ham mumkin.